kecha halol food qidiramiz deganda qanaqa topiladi deganda mana ko'chalarda mana shunaqa budkalarda halol food sotiladi asosan. Men asosiy olayotganim mana bu chicken lamb over rice bo'ladi. Hozir olib bo'lgandan keyin sizlarga anaqa olib bo'lgandan keyin o'sha qanaqa ovqat oldim o'shani ko'rsataman sizlarga. Hozircha Manhattandaman. Hammaga xayrli kun do'stlar. Bugungi obedligimiz qanaqa bo'ladi? Boya ko'rsatib o'tganimda budkadan oldim. Narxi $9 ekan. Bugungi $9 tushadigan bo'ldi. Issiq qilib beradi mana. Oy, ochilish va mana. Bunda nimalar bor? Bunda salat bor, qo'y go'shti bor, keyin tovuq go'shti bor. Mana bu yerda guruch bor mana. Lekin guruchini juda ham zo'r anaqa tayyorlaydi. Mana shunaqa guruch bo'ladi. Mana shu turish $9 ekan. Bugungi obedligimiz shu turishda $9 ga tushadigan bo'ldi. Menimcha yomon emas deb o'ylayman, to'g'rimi? Kommentariyada fikringizni kutib qolamiz. Hammaga rahmat, like bosing, podpiska bosing.